İstanbul'da bir top Uyghur Xitay konsulxonasi oldida faoliyatini davomlashtirmoqda. Bu yoshlarning faoliyati 18 dekabr boshlangan bo'lib, ular Xitoy konsulxonasidan Sharqiy Turkistonda lagerga qamalgan yoki yo'qolib ketgan ota-ona va urug' tuqqanlar haqida ma'lumot berishni talab qildi. Lekin Xitoy konsulxonasi ularning iltimos xatini qabul qilmay qolmasdan, ularning faoliyatiga to'sqinlik qilishga va ularni qo'g'lab etishga urindi. 28 dekabr bu faoliyat 2-haftasiga qadam qo'ygan bo'lib, qatnashuvchilar soni ko'paydi. 82 yoshlik bir Uyg'ur boymi Sharqiy Turkistonda tutib turilayotgan yoki g'oyib bo'lgan farzandlari va nevaralarining izdirkini qilish uchun Xitoy konsulxonasi oldiga kelib faoliyatga qo'shildi. Shuning bilan birga Anqara Hoji Bayram universitetining o'qituvchisi professor doktor Abdurashid Jalal Qarloq va bir qism o'quvchilarmi faoliyatga qatnashdi. Bir yıldan fazla zamandır bu gençler ailem nerede? Ailemden haber alamıyorum diye İstanbul'un sokaklarında, caddelerde, her yerde bu ellerimizi tuttuğumuz ailesine ait fotoğraflarla, kimlik bilgileriyle arayış içindeler. İnsan hakları savunucuları ve diğer uluslararası örgütün bu zulme, dur demesi, hak arayışımıza destek vermesini talep ediyoruz. Abdurashid Jalal Qarloq apandi so'z qilib, Turkiya davlatining bu davlatda panohlanayotgan boshqa mazlumlarga o'xshash Uyg'urlarga ega bo'lishi kerakligini ta'kidladi. O'tgan yili Xitoyning Anqaradagi bosh elchisi Dangli bir televiziya programmasida Uyg'urlarning Xitoy elchixonasi orqali Sharqiy Turkistondagi oilasining ahvolini surishti qila oladiganligini aytgan edi. Lekin keyin Uyg'urlarning Xitoy elchixonasiga avatgan iltimos xatlari javobsiz qoldi. Siz neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Bizim gücümüz Çin'den gelecek 4 kuruşluk pis paradan mı gelecek? Yoksa gerçek imanımızdan mı gelecek? Ey İslam dünyası, size soruyorum. Sizdeki Çin korkusu Allah korkusudan daha mı? Xitoyning organ nashriyati bo'lgan Xinjiang gazetining xabar qilishicha, Xitoy 2020 yili Sharqiy Turkistondan Xitoy o'lka shaharlariga 100 milliard kilovat tok yetkazgan. Sharqiy Turkistonga Xinjiang elektr energiyasi shirkatining tor betida e'lon qilingan bayonotida 2020 yili 12-oyning 23-kuniga qadar Sharqiy Turkistonning energiya yetkazish iqtidorining 100 milliard 120 million kilovat soatga yetib, oldingi yildagiga solishtirganda 40% oshganligi o'ttirib qo'yilgan. Sharqiy Turkistonga har xil mo'l boyliqlarni Xitoyga atkaz qilgan Xitoy kommunistlarining 2010-yildan boshlab Sharqiy Turkistonning tokini Xitoyga yetkazganligi va 10 yilda ishlab chiqarilgan energiya manbasining 92 million 800 ming kilovatga yetganligi bayon qilingan. Egilenishicha, Sharqiy Turkistonning talon-taroj qilingan elektr energiyasi hozir Xitoydagi 20 o'lka va shaharga yetkazilgan. Xitoydagi puhraviy muxbir Jang Jan Uxandagi yuqum ahvolini xotirlaganligi va xabar qilganligi uchun jamiyat tartibini qalaymuqallashtirish va qutratqulik qilish jinoyati bilan ayblangan. Jang Jan Uxan yuqumi sababidan sotlangan tunji puhraviy muxbir bo'lib qolgan. Bu delo Shanxay Pudong yangi rayonining sud mahkamasida ijilgan bo'lib, u To'nögun sud mahkamasi tarafidan 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu yil 2-oyning 5-ida u Wuhan virusi yuqumining markazi bo'lgan Wuhanga borgan va ijtimoiy taratqularda doktorxona va mahallalarda xotirlangan ko'rinishlarni o'z ichiga olgan bir qanchasini e'lon qilgan. Jang Jan yana yuqumning tarqalishiga qarshi turish tadbirlarini ochiq-oshkora tanqidlagan. Xitoy moliya boshqarish tarmoqlari danglik korxonachi Mayunning cho'mili guruhini ziyorat qilib, 5 turlik tuzish planini ishga oshirishni talab qildi. 26-yilda Xitoy Xalq bankisining muavin boshlig'i Pan Gongxing 4 tarmoqqa vakolatan ziyoratni qabul qilganda, taratqularning savollariga javob berib, cho'milining boshqarish mexanizmining mukammal emasligini, bozor afzalligidan foydalanib sanoat tijoratchilarini chetga qoqqanligini va iste'molchilarning qonunli huquqiy va manfaatiga ziyon solganligini aytgan. Xitoy nazorat qilib boshqarish tarmoqlari 12-oyning 24-kuni danglik korxonachi va milliarder Mayunning ilgaridagi elektronlik savdo magnati Alibaba guruhi pay kontrol cheklik shirkati va pul muomala magnati cho'mili guruhidan iborat 2 cho'ng shirkatga qarata tadbir qo'llanganligini e'lon qilgan.
Xitoy Amerika prezidenti Tramp imzolagan Tibet va Tayvanga aloqador qonun loyihalariga qarta norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Tibet va Tayvan Xitoyning ichki ishlari hech qanday chet el kuchining aralashishiga yo'l qo'yilmaydi dedi. Minister bayonotchi Zhao Amerikaning Xitoy ichki ishlariga aralashishni to'xtatishga va aloqador qonunlarni yo'lga qo'ymaslikka chaqirdi. İki taraflik munosabatga ziyon yetkazmaslik uchun bu xil harakatni qaytarib olish kerakligini o'tirib qo'ydi. Tramp imzolagan bu qonunda Tibet avtonom rayonida konsulxona va xalqaro ittifoqning ochilishi belgilangan bo'lib, kelar qitimliq Dalay Lamaning Xitoyda emas, balki Tibet buddist jamiyati tarafidan tayinlanishiga kafolatlik qiladi. Tayvan bo'lsa, Amerikaning bu harakatini qarshi olganligini e'lon qildi.